Kasallikni davolagandan ko'ra oldin olgan yaxshi. Hozir mana shu mollarga biz yashur kasalligiga vaksina qilyapmiz. Yashurda o'zi 7 xil tipi bor, 72 xildan ortiq turi bor. Bizda hozir o'tgan yili ko'p fermerlarda ziyonga olib keldi, qaqshat chiqarishadi. O'tgan yili bizda S tipi aniqlandi. Bizda urilayotgan vaksinalar bu tipini ololmadi. Hozir O'zbekiston yangi vaksina olib keldi. Karokalik 2 grammdan teri ostiga uriladi. Hozir tortib qo'ydik. Hozir chiqamiz. 2-1 qilib ursanglar ham bo'laveradi. Yaxshiroq hosil qiladi. Bu vaksinalar sotuvda yo'q. Davlat tomonidan, litsenziyasi tomonidan beriladi. Har bir hudud o'zining litsenziyasi bo'ladi. Borib vaksina qilaveringlar desanglar, vet vrachlar borib qilib kasallik davolagandan oldin olgan yaxshi. Hammalarga tavsiya qilamiz. Yashil kasalligiga emlatinglar, molinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, joninglarni ehtiyot qiling.